Assalomu alaykum hammaga bor-bora. Redmi, Samsung va Apple kabi qurilmalarda foydalanishda qurilmalar o'zini xavfsizlik va telefonning ishlash havo haroratini qurilmalarning xavfsizlik bo'limida qoldirib o'tadi. Hammasi telefon haqida degan joyda bo'ladi. Yo'riqnomasi yoki yangi telefon olgan bo'lsangiz, u korobkasida yo'riqnomasida ham tanishishingiz mumkin. Kunlar isishi bilan biz video qilyapmiz. Ko'pgina ijtimoiy tarmoqlarda ko'rib qolamiz. Qurilmalar odamlar qo'lida portlab ketishini yoki boshqa holatlar, ko'ngilsizliklar yuzaga kelishligini ko'rishimiz mumkin. Xo'p, Redmi, Samsung va Apple kabi gigant kompaniyalar bir necha yillardan beri shunday qurilmalar ishlab chiqaradi va quyidagi qurilmalar o'zining ishlash gradusi, havo harorati va o'ziga yarasha belgilangan chastotadagi ishlash yo'riqnomalari va o'ziga yarasha xarakterlari mavjud. Xo'p, Android 4 dan Android 9 gacha bo'lgan versiyadagi telefonlar odatda havo harorati -15-10 graduslardan plus 35-38 graduslargacha borsin zo'riqish bilan ishlaydi. Undan yuqorilarini ko'tarishi qiyin, ya'ni xatarli. Mana shu belgilangan minus plus havo haroratlari, ya'ni plus issiq, minus sovuq. -15 bo'lsa, plus 35-38 ga yaqin o'sha havo haroratlarida quyosh to'g'ridan to'g'ri tushadigan joylarda Android 4 dan 9 gacha foydalanish, ya'ni Android 4 dan 9 gacha bo'lgan versiyadagi urilgan telefonlardan foydalanish, mana shu belgilangan havo haroratidan ziyod foydalanish, telefonda ishlash yoki ishlamay qolishligi, buzilib qolishligi, hech narsa yoki u portlab ketishi mumkin issiqda bo'lsa agar. Ko'ngilsizlik holatlari kuzatilishi mumkin. Xo'p, Android 10 dan hozirgi yangi chiqayotgan telefonlar, Android 15 gacha urilayotganlar esa eng oxirgi rusumdagi S20, 21, 22, 23, masalan Samsungning turkumidagi yoki Redmi 11, 12, 13, 14, 15lari, iPhone ham xuddi shunday. Pro Max'lari shunday, hozirgi yangilari esa biroz issiq chiqaruvchan va ozgina ventilyator o'zini sovutish tizimlarini yaxshilagan telefonlarida, lekin baribir ham ular hozirgilari 45 borsa 46-47 daraja issiqda yuqori, mana shu haroratlarda bardosh berishligi mumkin. Undan yuqorilarida esa yo'q. Borsa buyog'i minus sovuq 20-25 gacha borib ishlashi mumkin. Undan u yog'i telefon muzlaydi va qotadi emas, umuman ishdan chiqadi. Biz issiq kunlar yaqin bo'lganligi bois qurilmalarda odamlar ko'pincha ish joyida, boshqada internetdan yoqib foydalanadi va internetdan yoqib foydalanganligi bois ko'pchilik quyosh tig'larida internetdan foydalanadi va foydalanganda telefon yaxshigina qiziydi bir-ikkitalari va odamlar qo'llarida portlaydi. Biz tavsiya qilamiz, iloji bo'lsa qurilmangiz juda ham eski va lat yegan bo'lsa, soat 10:00 dan yoz paytlarida 15:00 gacha internetga o'zingizni tiyilishga va quyosh tig'larida telefoningizni qoldirmaslikni tavsiya qilamiz.